Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Musulmon kishiga o'z birodaridan 3 kundan ortiq arazlash halol emas. Faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Astag'izu billah. Alloh asrasin. 3 kundan ortiq arazlab, gina qudrat qilib, agar vafot etib qolsa deyapti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ana shu gina qudrat saqlab vafot etsa, Allohga ana shunday holda uchrasa, Alloh asrasin, do'zaxga kirar ekanda. Do'zaxga kiradi deyaptilar. Famata dakhalan. Ana shunday holat bo'lsa dakhalanlar, do'zaxga kiradi deyaptilar. Xudo asrasin, jahannamda 1 soniya turish. Bitta shamga 1 daqiqa turib bera olamizmi? Yo'q. Bitta shamga, kichkina sham yoqib, qo'limizni 1 daqiqa turaylikchi, kim chida olar ekan? Jahannamda turishlikni tasavvur qiling. Alloh asrasin, nimaning orqasidan kirib ketyapti jahannamga? Arzimagan bitta birodari bilan, do'sti bilan gina qudrat qilib orasini isloh qilmagani uchun, yarashmagani uchun. Arziydimi shunga? Aksariyat holatda azlar g'iybat, bo'xton, adovat, yomonlash hammasi shuni orqasidan kelib chiqadi. Birov bilan urushib qolsa-ki, uni aybini qidirishni boshlaydi. U qayda ko'rsa g'iybat qiladi. Qancha gunohlar, katta kabira gunohlar mana shuni orqasidan kelib chiqadi. Allohdan so'raylik. Har bir kuni g'animat. Allohga qachon yo'liqishimizni hech kim bilmaydi. Azlab biron bir inson bilan oramizda gina qudrat bo'lib Allohga yo'liqib qolmaylik. Alloh asrasin.